Assalamu alaykum, hörmətli televizor kökçülər. Yaxşımısınızlar? Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən təsdiqlənən Şərq Türkistan Uyğur televiziyasının bugünkü mülahizə və söhbət proqramısına xoş gəldinglər. Mən Fərat Yurunqaş olaman. Oldu bilan stansiyamızga vakalatan hammalarga Cenab-ı Allah'tan bəxt, saadet, salametlik və xotirjamlik tilayman. Hörmətli televizor kökçülər, bugünkü proqramımızı milli inqilabçımız, yol başçımız, məşhur tarixçimiz, edebimiz ve milli şairimiz merhum Turgun Almaz'a birleşildik. Hürmetli televizor kökçülər, həminlarga məlum bolğundek 33. yıldaki Tuncu Cumhuriyetimizin asaslı qurğucularının biri olan milli inqilabçımız Muhammed Emin Boğra tərəfindən ayni çağda yazıb qaldırılğan Şərq Türkistan tarixi namlıq əsərini Xitay hakimiyyəti Şərq Türkistan müstəqilliyi nəzəriyesinin rəsmi şəkillenişi və milli bölgünçilik eqiminin ideologiyalik asası deb qaraydı. Şunun üçün Komünist Xitay hakimiyyəti Şərq Türkistan'ı işğal qılğan 1949 yıldan bu yan bu kitabın Uyğurlar arasındakı təsirini yoxlaşını özlərinin ən asaslıq nişanlarının bir qılıb gəlgəydi. Bulubmu 80-ci yıllarda Xitay hökuməti Uyğurların milli qurur və işənç tuyğularını yoxlış məqsədində Şinjanның yerlik tarixi, Uyğurların qısqış tarixi degəndək saxta, burmalanğan tarix kitablarını yaratıp, Onunda Şərq Türkistan əzəldən Xitayның ayrılmaz bir qismi Uyğurlar heç qaçan dövlət qurub müstəqil bulub yaşab baxmağan degan oxşaş səfsətlərini tərgib qilishi orqali Uyğurlarning neçə min yillik şanlıq tarixi və insaniyyət mədəniyyətiga qoşqan böyük töhfələrini yo'q chiqarishga urinib kelgaydi. Mana bu shundaq xalqlıq bir paytda milliy ustozimiz Turgun Almaz sahnaga chiqdi. Ve Xitay hakimiyetinin bu xil yalğan səfsətlərə rədiyə qaytırış və Uyğurların özlərinin həqiqi tarixini öyrəniş imkaniyyətinə ega qilish üçün Uyğurlar onların qısqış tarixi və qədimki Uyğur ədəbiyyatı qatarlıq bu üç bahadır əsərini yazıb elan qıldı. Turgun Almaz'ın bu üç kitabı 80-ci yılların axırı və 90-ci yılların başlarında Şərq Türkistan'da meydana gələn yaşlarının milli uyg'unish hareketlərində ideologik mənbə sübtida mühim rol oynagan idi. Bunundan qattiq endişelengen Xitay hükümeti Turgun Almaz'ın üç kitabını bahane qilib, Uyghur rayonida umumyüzlik halda ideologiya hareketi qo'zg'agan idi. Demek, Turgun Almaz'ın üç kitabını tanqidlash hareketi mahiyatda Xitay hakimiyetining navbatda elib berayotgan atalmış ideologiya sohasida milliy bo'lginchilik qarshi turish hareketining boshlanish nuqtasidan iborat. Xitay hakimiyeti tarafından elib berilayotgan ideologiya sohasida bo'lginchilik qarshi turish hareketi bo'lsa, Xitay hakimiyetining Uyg'urlarning tarixini yo'qotish hareketining yuqori pallasi bo'lib, bu jarayonda tarixiy va klassik asarlar asos qilingan millionlagan kitoblarning ko'ydirilayotganligi, Şinjan vatanimizning ayrılmaz bir parçası degan səfsətinin Uyg'urlarga qattiq siyosiy besim ichida zo'rlab tenglayotganligi hammamizga ma'lum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlarning milliy ustozimiz Turgun Almaz va uning bizga miros qoldirgan nodir 3 kitobi haqida texnik atrofli ma'lumotga ega qilish uchun Turgun Almazning navbatda Amerikada yashab turayotgan o'g'li Qutlug' Almaz apandimni stansiyamizga taklif qilib suhbat olib bordik. Hürmetli televizor kökçüler, oldu ben sizlerge bu kıymetli müminimizni tanıştırıp ötey. Bana bu efendim, bizdeki milli ustazımız Turgun Almaz'ın ki Amerika'da yaşayan oğlu Qutlug' Almaz oludu. Qutlug' Almaz efendim 1964 yılı Ürümçi'de doğulgan. 1981 yılı Şinjan Üniversitesi'ndeki Til Edebiyat Fakültesi'ne kabul kılıngan. 1985 yılı Şinjan Üniversitesi'ndeki Til Edebiyat Fakültesi'ni a'lo natijadan tamamlagandan keyin öz o'qigan fakultetga o'qituvchilikqa taqsim qilingan. Qutlug' apandim bu o'qituvchilik hayotida maxsus bu axborotchilik kasbidan o'quvchilar dars bergan. Qutlug' Almaz apandim 1996 yili vatandan ayrilib hijrat qilishga majbur bo'lgan. Shundan buyon Amerikada yashab turibdi. Qutlug' Almaz apandim o'zininki dadasi marhum ustozimiz Turgun Almaz'ınki milli iradesiga varislik qilib, hozir chet ellarda birilayotgan Uyg'ur milliy hareketida aktiv rol o'ynayotdi. Hozir o'zi Dünya Uyg'ur Qurultayining doimiy komitet a'zosi, shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultayi tashviqot markazininki raisi. Mana sizlar hozir bu ko'rib turgan Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasiniki eng asosli qurg'uvchi a'zolari va mas'ullarining biri. Hurmatli Qutlug' apandim, alayda vaqtingizni chiqarib bizning ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun sizga alayda rahmat aytaman. Sizga ko'p rahmat, muxbir efendim. Ben Şərq Türkistan Uyğur televiziyasının qurulğanlığını
chin ko'nglimdan tabriklayman ham uning utuq tilayman. Rahmat Qutluq apandim. Oldi bilan sizni shuni so'ramoqchiman. Sizga ma'lum hozir marhum ustozimiz Turg'un Almasqa xalqimiz tarafidan berilgan turli baholar va uning sifati haqida hamda. Masalan, milliy inqilobchimiz, milliy ustozimiz, tarixchimiz, adibimiz, shoirimiz degandek. Sizce xalqimizningki bu Turg'un Almas efendim bergan bahası sizce muvafiqmi? Siz Turg'un Almasningki o'g'li bo'lish sifatingiz bilan dadingizga qanday baho berasiz? Bu savol nihoyat yaxshi savol bo'ldi, muxbir efendim. Siz hozir qayd qilib o'tgandek Uyg'urlar orasida dadam haqida har xil ta'birlar bor. O bir tarixshunos, shoir, adib va inqilobchi degandek. Ammo men buni sesimlashtirib aytsam, dadam oldi bilan bir ozodlik jangchisi sifatida o'tirib chiqqan, ham ozodlik yo'lboshi sifatida o'zininki tanlagan, oliy maktab tanlagan mushu g'oyasini toki 80 yoshga kirguncha 2001-yili 11-sentabr vafot bo'lgan araliqda 80 yillik uzun ömürdə hayatida o hergiz tevrenmey gayesi için alemden ötken. Şuna hem de bu yerdə xulasılsaq dadam yalğız bir tarafdaki adam emas. O aldı bilen azadlık jangchisi, hem azadlık yolbaşçısı, özünün hayatını, bütkül hayatını 80 yıllık Uygurlarınki azadlık işlerine bağışlayan bir jangchi sifatida o'tirib chiqdi. Sizga rahmat. Qutluq apandim. Bu sizce bu üç kitapning o'tirib chiqishi, masalan, üç kitapning e'lon qilinishi, shunday bir murakkab sharoitda, shunday bir siyosiy besim ichida, shunday bir davlat terrori qoplagan bir muhit ichida bu üç kitapningki, ya'ni Uyg'urlar, ularning qisqacha tarixi, qadimgi zaman Uyg'ur adabiyoti, bu üç kitapningki o'tirib chiqishi sizce bir tasodifiylikmi yo buningki belgilik bir siyosiy oq ko'rinishi, bir jarayoni bormi? Bu nihoyat yaxshi savol bo'ldi, muxbir apandim. Hozir asosan deyilayotganda dadamning tanishtirdi. Tarixshunos, ba'zida bu tashlanib ketib shoir, ba'zi adib deydi. Amaliyotda ham siz so'ragan savolga o'xshash, bu uch kitobningki yozilishi bir tasodifiylik yoki tuyuqsizlik bir hodisa emas. Tuyuqsiz Chiqmagan-da. Endi buning mushu bir tasodifiylikdan chiqmagan, bir sabab natijilik muqarrarligidan bo'layotgan bir hodisa ekanligini tushundirish uchun men oldi bilan ozroq vaqtingizni olib dadamning tarjimonini tanishtirib o'taman. Mushu tarjimali buningga nihoyat yaxshi javob berdi. Qani rahmat. Rahmat sizga. Dadam Turg'un Almas 21-yil 10-oyning 30-kuni Qashqar shahrida tug'ilgan. O'rta va boshlang'ich maktabni o'zining yurtida tamomlab, 16-17 yosh mazgillari bo'lsa kerak shu. 37-yillari deydi. Dadisi Eminaxonga agishib, Muzdavan orqali G'uljiga kelib o'ltiraqlashgan. G'uljida, ya'ni o'ltiraqlashib 2 yillardan keyin 39-yili 9-oyda Sobiq Shinjang institutiga o'qishga kelgan. Bu mushu oliy maktab hayotidan boshlab dadam qandaqda Uyg'urlarningki o vaqtida Shinsey militar Shinsey davri bu Uyg'urlarning hayotidagi nihoyat qorong'ulikni bu shu vaqtdagi ijtimoiy hodisalardan, siyosiy hodisalardan bu oliy maktab hayotidan boshlab bayqashga boshlagan. Endi shu vaqtida u Uyg'urlarningki mushu qorong'u zulmat qoplagan taqdiri ustida o'ynashga boshlagan, ya'ni oliy maktabdan boshlab. Endi buni nimadan ko'ramiz, qaysi taraflardan deganda vaqt munosabati bilan men davrlar bo'yicha deganda men tafsiliy to'xtalmayman, faqat vakil xarakterlik. 41-yili bu oliy maktabda o'qiyotgan vaqtida, o'qib 2 yildan keyinda, 3-2-yili qaytmaymiz degan she'rni yozib, o'zininki mushu yo'lda Uyg'urlarningki taqdirini bir o'zgartirish, uni ozodlikka chiqarish, uni uzil-kesil mustaqillikka chiqarishdan iborat mushu bir g'oyani tanlaganligini, bu yo'lda buning o'zininki hargiz qaytmaydiganligidan iborat mushta irodasini ifodalab, bu o'zining vatanparvarlik ro'yini ifodalashga boshlagan. Qaytmayman degan she'rda ifodalangan. To'g'ri, qaytmaymiz degan she'rda tunji asri ham dadamningki bu tunji asri oliy maktab 41-yili u oliy maktabda o'qib.
Şunun bilan 42-yili dadam oliy maktabni tamomlaydi. Tamamlab hozirgi Qarashahar noyasidagi Danzil degan yerdagi boshlang'ich maktabga mudir bo'lib xizmatga taqsim qilindi. Endi bu taqsim qilingandan keyin shu vaqtga Shingsey hokimiyatiningki zulmiga qarshi o'zininki inqilobiy she'rlari, inqilobiy faoliyatini rasmiy boshlab, inqilobiy faoliyat kirishdi. Shuning bilan shu vaqtda G'arib Momay, Jamila degan she'rlar orqali o'zininki shu inqilobiy rolini ifodalaydi. Mush ishlar bo'lib turganda, buning inqilobiy faoliyati rasmiy shu Qarashada boshlanganda, boshlanib 43-yilga kelganda Shingsey hokimiyat tarafidan qo'lga olinib turmaga tashlandi. Bu 2 yil turmada yotgandan keyin 45-yili kuz mezgilida, ya'ni milliy armiya Manas daryosiga besib kelgandan keyin men bu yerda bir narsa qistirib qo'yay. Milliy armiya Manas daryosiga besib kelgandan keyin Gomindan hokimiyati Uyg'urlarningki ko'nglini yag'andan aldash, uni o'ziga jalb qilish uchun o'z hukmronligidagi shu 7 viloyatdagi ba'zi bir siyosiy jinoyatchilarni qo'yib berishga majbur bo'ldi. Silovchilar deymiz, amin qilg'uchilarda vakillar umriga avat. Shu qatorda dadam shu jumhuriyatningki milliy armiyaninki mush Manasga besib kelish davriga to'g'rilanib dadam qo'yib berildi. Shuning adam turmadan chiqib 1 oydan keyin piyoda Qarashahardan Qashqar shahriga minib 10-oyda shu 10-oyning oxirida Qashqar shahriga piyoda yetib kelib, ayni vaqtdagi Qashqar viloyatlik Darul Mualliminga tartib mudiri bo'lib o'rilishdi. Endi dadam o'zininki mushu Uyg'urlarningki ozodlik yo'lidagi g'oyasiningki mushu vaqtda bir xil umid, mushu g'oyasini amalga oshirishda bir xil umid nurining ko'rilganligini bu his qilib Qashqarga beriblar maktabga o'rlashgandan keyinlar bu o'zininki Uyg'urlarningki mush ozodlik yo'lidagi faoliyatini texnik kuchaytirishga boshlaydi. Buningda asosan hammamizga ma'lum, o vaqtida bu mezgil dadamning Qashqarga yetib borgan mezgil. Dal Gomindan markaz hukumati bilan G'oljida qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati o'rtasida atalmish imperialist kuchlarningki besim bilan, ya'ni konkretni aytganda Moskva hukumatiningki o'rinlashtirish bilan yolg'on suhbat boshlangan mezgil. Endi shu vaqtida Turpan, masalan, Aqsu, Qashqa, mushu rayonlarda Gomindan hukmronligidagi G'olji tarafdorlari nəhayət üstünlükni egallagan bir mezgil. Shunda da mushu sharoitlarni yaxshi foydalanib, G'olji Jumhuriyatini izchil qo'llab, Qashqar viloyatidagi tashviqot xizmatini nəhayət aktiv bilan boshlab, Uyg'urlarni uyg'otishga, ularni inqilobga tashkillashga, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiningki ta'sir doirasini butun vatanimizningki hamma yerda kengaytirish strategiyasidan iborat mushu buyuk maqsadni amalga oshirish uchun bu nəhayət aktiv bilan kurash qilishga boshlaydi. Futqapan mening bilishimcha sizningki dadingiz bu bizningki atoqli milliy shoirimiz Lutfullo Mutallib bilan savodlashgan, shundaqmi? Bu to'g'ri dedingiz, nəhayət yaxshi savol bo'ldi bu. Dadam oliy maktab vaqtida bizning inqilobiy shoirimiz, ya'ni 45-yil milliy armiya Aqsuga tushgan vaqtida Aqsu yangi shaharni Baynayisni elib, Koni shaharni elib, Aqsu yangi shaharni qo'rshib olganda, shu vaqtida Bilal Azizi, mushqatarlik inqilobchilar bilan birga Gomindan tarafidan jodi bilan besib o'ldirilgan Lutfullo Mutallib Aqsu shahrida. Lutfullo Mutallib bilan haqiqatan dadam oliy maktabda bir sinf o'qibdi. Bayım deb o'tdingiz, hamda bu shu kitobning o'tirg'i chiqishiningki belgilik bir siyoh ko'rinishi va davr ko'rinishi bor dedingiz. Masalan, bu shu kitobni yozish siz bir o'g'il bo'lish sifatingizda yaqindan bunga shohid bo'lgan hamda. Yozish jarayoni qanday bo'lgan buningki bu shu kitobning yozilish jarayoni? Kechiring, qanday bir tuyg'u shu jarayonlarni bir nim qilish uchun keldik, bayon qilib hamda men so'zimni yana davomlashtiray, savolingizga ikkinchi uchun savolga javob uchun. Shuning bilan bu Qashqardagi vaqtida tanlarim yaproq, umid xiyollar degan bu she'rlar orqali, asosan she'r orqali dadam o'zining inqilobiy faoliyatini kuchaytirdi. 47-yili 5-oyning oxirlari Jang Jujung, Ahmadjon Qosim boshchiligida
qurilgan birlashma hukumat o'lkulik a'zolari shu ayni vaqtida Janubiy Shinjang deb atalgan, biz bu tarixiy reallik o'rmoqlar shundoq deb ataymiz. Buni o'zingiz tushunasiz. Shu janubga vatanimizning hamda kelib bularmish Xotan, Turpan, Qashqa, Aqsu, Korla hamma viloyatini ko'zdan kechirdi. Ko'zdan kechirganda shu vaqtida xalq vakillari saylab chiqargan 3 vakil Gomindang markaz hukumatininki bosh vakili, sobiq Shinjang o'lkasiniki raisi Zhang Zhurong bilan birlashma hukumatning raisi Zhang Zhurong bilan suhbat o'tkazdi. Endi shu 3 kishilik xalq vakillarining ichida dadam bor. Dadam bo'lgan Zhang Zhurong vaqtida Zhang Zhurong bilan o'tkazgan suhbatda Zhang Zhurong samimiyat qilganligi uchun suhbatni ayt ko'ngilsiz oxirlashdi. Shundan Zhang Zhurong Xotanni ko'zdan kechirish ketdi. Mush jarayonda Ahmadjon Qosim dadam boshchilik inqilob yo'lboshchilarini bir necha qatim qabul qilib maxfiy. Bular bilan suhbatlashgan. Ahmadjon shu dadamlar ilib berilgan inqilob yo'lboshchilari ilib berilgan suhbatlarda bularga nayt muhim inqilobning qanday ilib berilish, qanday taktika bo'yicha, qanday strategik taktik bo'yicha ilib berilish haqida nayt muhim yo'llar berib, shu dadam boshliq inqilobchilarning ro'yiga ham irodasiga nayt kuch qo'shgan. Endi shu ishlar bo'lib turganda Zhang Zhurong nimadan qaytib keldi? Xotandan xizmatlarni ko'chirib qaytib kelganda yana uning samimiyatsizligi texmo ro'shanlashgandan keyin shuning bilan shu 45-yil 5-oyning 20-nachilari yodimda qolmabdi-da. Valiy mahkamasiga tushgan, shu Qashqa viloyat valiy mahkamasiga Zhang Zhurong. Shu dadam Turg'un Almas boshchilik inqilob yo'lboshchilari Qashqa xalqini 10 mingga yaqin Qashqa xalqini tashkillab valiy mahkamasini qo'rishib olib, oldingi qitimliq suhbatlarda Zhang Zhurongdan so'ralgan oldingi qitimliq suhbatlarda Zhang Zhurongninki uzul-kesil javob berishini talab qilib oldi. Bu vaqtida shuning bilan Ahmadjon Qosim uyat bo'lmaganligi uchun keyin akilib Zhang Zhurong AQShdan qochib ketdi. U vaqtda dadam shu namoyishlarning oldida shu Gomindang aksiyachilari va uning g'olchilarida milliy g'olchilarga atab shu vaqtida Satqinga o'lim degan dangliq she'rni yozib shu qoldirgan. Zhang Zhurong aytisli Urumchiga ketdi, Ahmadjon Ammayl o'zi aeroportga maxfiy chiqib. Yine kelganlar birlashma hukumat buzildi degan gap. 2 oydan keyin 7-oyda Gomindang hukumati o'zininki shu hukmronligidagi 7 viloyatdagi Cumhuriyet taraftarlarını keng ko'lamli qo'lga olish boshlaydi. Mush qatorda 7-oyning 20-kuni dadam qo'lga olindi kecha 12da. 21-kuni o'ta kechasi bu Dolqun Qamarining dadasi Qosimjon Qamari, Saybiddin Azizning akasi Ablaq Azizi, ananik Abliz Muhammadi, Olimjon, Nizomiddin degan mush 6 kishi shu vaqtda nayt muhim aktiv rol o'ynaganligi uchun bular qo'lga olinib, shu turmaga tashlandi. Gomindang hukumati. Gomindang hukumati tarafidan Gomindang hukumatining yangi shahardagi 40-korpus bu deyman, 40-korpusninki harbiy turmasiga tashlandi bular. Tashlandi 1 yilgacha bularning xabari olmaydi. Jamiyatda bularning umid yo'q, bular o'ldirildi degan nimalar har xil gaplar tarqalib, yana bir tarafdan Gomindang hukumat bularni hargiz o'ldirib o'tamaydi dedi. 1 yildan keyin bularning xabari elinib, andan keyin bularning hayot ekanligi isbotlandi. Shuninglar mushlar bo'lib turganda 49-yil 4-oyda G'ulji hukumatininki qattiq qarshiligi Ahmadjon boshchiligidagi qattiq besimosida Gomindang hukumati o'zininki shu janubiy o'zining hukmronligidagi janubiy viloyatlardagi G'ulji tarafdorlarini, ya'ni Cumhuriyet tarafdorlarini qo'yib berishga majbur bo'ldi. Shu qatorda abiyam qayd qilib o'tgan dadamning sabdoshlari dadam bilan birga 49-yil 4-oyda turmadan bo'shatilib, erkinlikka erishdi. Bular erishib bo'lgandan keyin shu yili 5-oyda bularni Urumchiga o'tkab akaganda dadam yana Urumchida jim turmagan. Jim turmay G'ulji hukumatiga moslashish uchun shu vaqtdagi Gomindang hukumatiga qarshi yana inqilobiy faoliyatlar bilan shug'ullangan. Shug'ullangandan keyin shu vaqtdagi yolg'on birlashma hukumatining raisi Burxon Shahidi Ahmadjon Qosimga telefon berib, hozir vaziyat nozuk,
Turg'un Almas kelib, boshqalar bilan nima qilib birlashib, shu inqilobiy tashviqot bilan go'midan yana shug'ullanadi qarshi. Shu nima shundaq bir nozik vaziyatda bir to'qinishning oldini olish uchun Turg'un Almas yo'tkab kelsanglar deb Ahmadjon Qosim telefon bergan. Telefon bergandan keyin Ahmadjon Qosim shunda dadamni shu yili 7-oy ya 8-oy bo'lishi mumkin, G'o'ljiga o'tkab ketib, shulaydi hukumat, nima Sharq Turkiston hukumat. Shunga dadam Alg'i gazetida tahrir bo'lib ishlagan. Dadamninki hamda 40-yilgacha, 49-yili kommunistlarning kelish arifasiga bo'lgan faoliyati mana shular. Endi kommunistlar rasmiy 10-oyda vatanimizga qaytib besib kirgandan keyin Xalq ozodlik armiyasi dadam G'o'ljida shuning bilan bu Sharq Turkiston Jumhuriyati yana xuddi 33-yildagi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatiga o'xshash tashqi Moskva hukumatiningki o'rlashtirish bilan Xitoy kommunistlarga madaniyatli holda, tinch holda, tinch yo'li bilan setildi, tutib berildi. Shuning bilan bizning vatanimiz yana qayta Xitoy hukmronlarininki mustamlikasi aylandi. Mushlar bo'lib turganda dadam 50-yili 4-oylarda Qashqarga yo'tkilib, Qashqarga inib kelib G'o'ljidan 1 yildan keyinda nimada Qashqar viloyatlik jamoat xavfsizligi idorasida razvedka bo'limininki boshqarma darajali kadr bo'lib ishlaydi. Endi muxbir apandim o'zingizga ma'lum, keng televizor ko'rgishlarga ma'lum, Uyg'urlar shu vaqtida Uyg'urlarninki shu ilg'or munavvar farzandlari qandaqdir xalqaro kommunizm harakatininki bir millatlar ozodlik nazariyasi bo'yicha Uyg'urlarga cho'qim kommunistlar kelgandan keyin kommunistlar shunday yag'an va'dalarni bergan, biz 3 yildan keyin chiqdimiz, sizlarga yuqori avtonomiya hamda jumhuriyat bilan berib tuzab berib chiqdimiz degan yag'an gaplar kelgan. Mushuning ishini endi nurg'un odam aldangan. Shundan bilan dadam shu saqchida ishlash mazgildimi, shu muhim xizmat. Asosan sirtqi razvedka dadamning bo'limi. İşleş jarayonida bu kommunistik sistemining bir yolg'on bir sistem ekanligi. Buningki baga va'dlarninki mayli tashqi kuch Moskva bo'lsin, mayli Jungo kommunistlar bo'lsin, baga yolg'onligini bu es qildi. Es qilib turgan vaqtda 53-yili yer islohoti oldidan ishki o'lkalardan boshlab, andan keyin bizda 53-yili oyoqlashdi, 7-chi. Dadam shu vaqtda Qashqarda 53-yili yer islohoti harakatida. Shu vaqtda Şinjan o'lkalik hukumatdan buning tuyuqsiz telegram bergan dadamga. Sen daral qayt, xizmatdan yo'tkaldi o'rlash, boshqa yerga o'rlash degan dadam kelgan shundan. Kelib qilgandan keyin shu vaqtdagi jamoat o'lkalik jamoat xavfsizlik nazoratining noziri Abdulaziz Muhammediningki ko'rsatish bilan dadamni shu vaqtdagi o'lkalik madaniyat nazoratininki nozirligi tayinlagan. Endi bu odam nima uchun dadamni ko'rsatdi Abdulaziz Muhammedi deganda, Abdulaziz Muhammedilar bilan bular Qashqarda birga turmada yotgan, bular birga sabdash. Shunga Abdulaziz Muhammedi mush munosabat ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Shunga dadam Abdulaziz Muhammedini so'ragan. Bu nazoratning vazifasi nima deganda, Abdulaziz Muhammedi degan asosan gazet, jurnal, mush kitob, nashriyatchilik, mush sohalarni ideologiya asosida nazorat qiladigan. Bu nayt yaxshi xizmatga, men buni ishlayolmayman degandan keyin Abdulaziz naziri nima? Abdulaziz Muhammedi yo'q, unda bo'lsa men buni aralashmayman. Sayfiddin izda degan. Sayfiddin buni aralasholay degandan keyin shu bilan Sayfiddin yiniga olgan. Sayfiddin yiniga olganda Sayfiddin so'ragan dadamdan, "Nima deb ishlamaysiz turg'o?" degandan keyin, "Men bundaq nazoratchilik xizmat qilmayman millat ustiga" degandan keyin, "Asti gap qil turg'o" deb kartni chiqarib ishga yepib, unda bo'lsa sening arzuying nima? Nega yo'tkalmoqchi? Kasb almashtirma debsa degandan keyin, shuning bilan dadam men o'zimninki kasbiy aloyiligi ijodiyat, adabiy ijodiyat deganki shundan o'lkalik adabiyot san'atchilar birlashmasiga yo'tkalgan. Yani şu Sayfiddinning bevosita aralashish bilan yo'tkilib dadam 53-yili 7-oydan boshlab rasmiy o'zining kasbiy xizmatini boshlagan. Shu vaqtda dadam shu vaqtda bu Uyg'urlar nomli kitob haqidagi izlanishmi shu vaqtda boshlangan? Shu vaqtda ham gapning nimasi chiqdi, hamda 40-yillardagi 10 yillik inqilobiy faoliyati jarayonida dadam mushu Uyg'urlarningki madaniy ma'rif mushu jihatdan ayt aql qog'ligini es qilgan, chunki o'zi inqilob faoliyatiga bevosita qatnashganligi uchun. Andan keyin bo'pmi dadamning shu vaqtda eng negizlik es qilgan masalasi Uyg'urlar.
Uyg'urlarning o'z tarixini bilmaslikdan iborat bu bo'shliqning cho'nqurligini his qilgan. Hamda bu inqilobchilar o'zingiz bilasiz, muxbir efendi. İnqilobiy faoliyat jarayonida millatninki sufitining qandayligini yaxshi biladi, chunki o'z tashkillar o'z rahbarlik qilayotganligi uchun. Buningda bir mahkum millat qolgan bir millatninki mahkum millat qolgan. O'z tarixini bilmasa, ozodlikka erishishning nihoyat qiyin bir masalaga to'xtaydiganligini his qilib, shundan dadam 50-yillardagi nisbiy tinchlik sharoitidan foydalanib, o'zininki 10 yillik, 40 yillik inqilobiy amaliyoti jarayonida hosil qilgan tajribasi asosan tarix tadqiqotiga mana 50-yillarning 5idan boshlab kirishgan. Mesela bazı chet ellik faylasuflar deydi. O'zining tarixini bilmagan bir millat yoki bir xalq xuddiliqqa ota-onasiz cho'g'ilgan yetim bolaga o'xshash, har zaman dili sunuq, mayus, bo'yni egik. Bunda bu tuyg'u yashaydi degan ekan. Qutluq efendim, men sizdan so'ramoqchi. Mening kallamga ta'sir qilgan, chunqur ta'sir qilgan bir voqea bo'lgan. Masalan, bu dadangizning 3 kitobini tanqidlash harakati butun Sharq Turkiston markazi umumiy qanot yerilayotgan bir mezgilda men Şinjan Xalq Radio stansiyasi muxbiri bo'lib ishlaydim. Shu vaqtda bizning idoradan qattiq bu kitobni tanqidlash harakati bo'lgan. Shu harakat bizim qatnashgan hamda. Bir kuni shu tanqidlash harakatidan yig'inidan qaytib, dal shu 3 kitobni tanqidlash yig'inidan chiqib, uyga mangay deb Ardochozga kelsam, bu rahmatlik ustozimiz Turg'un Almas Ardochozda bir shilap kiyibdi. Taz bütün aş 60 ay bo'yicha xuddi hozir bu Turg'un Almasning hukumat etudi ekan deydigan bir kayfiyat shakllanib bo'lgan mezgilda hech pisand qilmay Ardochoz ikki qo'lini kayin qilib o'tgan kechgalar qarab turibdi ekan. Men hayron qolgan. Menga nay cho'nqir is qolduganda qattiq nay cho'nqir hayajonlangandim. Masalan, bu shuncha bo'lar masalan. Xitoy hukumati keng doirada Turg'un Almas haqida, uning 3 kitobi haqida bu tanqidlash harakati olib borgan vaqtida bu dadingiz qanday tuyg'uzdi? Bir andisha, qo'rquv his qilganmi? Men o vaqtida biz 6 bola, hem 6 bolaning ichida dadamninki bo'lib, shu Uyg'urlarning milliy ozodlik ustidagi hissiyoti, irodasi, pesqisini men hammadan yaxshi tushunaman. Men o'yining eng kichigi. Savolingizga men qisqa qilib javob beraman. Bu vaqtda dadam hech qanday bir qo'rqish yoki andish qilish unda pesqis bo'lmagan. Chunki u o'zining 41-yil yozgan Qaytmaymiz degan she'rining ro'yini bu izchillashtirib, taki mush davri 80ga yaqinlashib qolgandimi, 70ni oshganda. Buni yanmagan. Hamda abiyamiz kelgan 50-yillardagi ba'zilar bu Turg'un Almasning kitib ham Xitoylarda, bu Xitoylar ham ularga moslashgan milliy munofiq tarixshunoslar, atalmish tarixshunoslar bo'lganlar. Bular bu Turg'un Almasning asri ilmiyligiga emas, asosi yo'q bunda deydi. Amaliyotda bu butunlay bir o'ydirma, bir safsata. Bu nima uchun bunday deyman deganda, dadam shu kitobni yozayotgan vaqtda men oliy maktabda ham oliy maktabni bitgan men bilaman-da dadamning ahvolini qanday tayyorlik qildim. Abim sizga degandek 50-yillardan boshlab tarix tadqiqotiga kirishgan dadam. Shundan 57-yil dadam Moskvaga mavzuning boshchiligidagi. U vaqtda 57-yili Bolsheviklar hukumati Sovet ittifoqining Oktyabr inqilobi g'alabasining 40 yilligini xotirlab nayt cho'ng bir murosim o'tkazgan, xotirlash murosimi. Shu vaqtida ömürdə 2 qatim chatga chiqqan mavzudan 57-yili mavzuning boshchiligidagi Jungo vakillar o'miga qatorda dadam Uyg'urlarning ikkisi va Saybidin bilan dadam bu murosim qatnashdi. Qatnashib 3 oy aylandi butun Moskva, shu Leningrad. Leningradga borganda bir qisturma bir bayon borda, nayt muhim ish edi. Leningrad tarix muzeyxonasini bular ekskursiya qildi. Qilganda shu tarix muzeyxonasininki boshlig'i dadamni bilan ayrim suhbat o'tkazdi. Suhbat o'tkazib, chunki dadam buning bilan tarjimon qo'ymay suhbat o'tkazdi. Chunki dadam ruschini, turkchini, qadimki, ham Goday Xanyu deydi, qadimki Xanzo tilini yaxshi biladi dadam. Shuning bilan bevos so'zlashgan. So'zlashganda bu Uyg'urlarningki bo'lsin, turklarning, o'llarning bo'lsin, shu madaniy asorat qildilar, shu muzeyxonni ko'z tutib dadamga. Aslamini mushna bir buyuk millat. İnsaniyat madaniyatiga mushuna o'lmas to'y bilan qo'shgan. Shunga sizlar tarixinglarni boshqalar emas, o'zinglar yozishinglar kerak degan. Shunga dadam bu shunday cho'ng ta'sir qilgan, dalmush tadqiqot ep berayotgan vaqtida dadam tarix tadqiqotini 57-yilning oxiri. 58-yil 2-oyda inib kelganda Xitoy kommunist hukumati, Markaziy Beijing hukumati yana dadamni
şu vaqtdagi o'lkulik partkomning tashviqot bilimi shuncham bu. Buningga mudir qilib tayinlagan dadam. Dadam yana ikkinchi qatim bu mansabimizdan rad qilib o'zining keyin kasb bilan shug'ullanganligini izhor qilib, uni ikkinchi qatim yana amal vazifasini rad qilgan. 58-yili Xitoydagi o'ngchilar qarshi turish, bizdagi kengaymizi, yerlik bilan qarshi turish harakatida dadam tanqidlangan, taqib ostiga ilingan. Ama shuna bo'ron chapqullik hayotida u yana shu 49-yildan keyin yolg'iz she'riyat emas, dostonchilik, povest, yani roman mushtiyatimi natija yaratgan. Dadamninki yirik asarlarda poeziya jihatdik. 65-yili tamamlagan Qashqar haqida qissa degan romani bor. Uningdan burun doston povestlarni yozgan. Bu yerda vaqt munosabati men aytib o'tdim, faqat bu proza jihatga ijodini davatman. Bu Qashqar haqida qissa degan romani madaniyat inqilobi boshlangandan keyin bizning uydan Xonibing qizil qo'g'dichilar kirib buni apishikda madaniyat inqilobi yo'qolgan. Dadam madaniyat inqilobini shundan qayta zarbaga uchrab o'zining ijodiyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Endi mushuna mazgillar bo'layotganda muxbir afandim, sizmi o'zingizga ma'lum 50-yillarning oxiridan boshlab Sovet Jungo munosabatida yiriklish ko'rildi. Chunki mavzuning niyati Moskvaning bo'yinturuqdan qutulish, Xitoyning uzul kesil mustamlikadan qutulishda. Shunga boshlanib 60-yillarning beshida bu to'qinish matbuot yuzida ko'rildi Moskva va Bejing o'rtasidagi. Mushuna ishlar bo'lib turgan madaniyat inqilobi boshlandi. Shuning bilan Moskva hukumati yana qayta Uyg'urlarning foydalanishini kun tartibga kirgizib 62-yildagi G'ulji cho'chak voqeasi. Hozir u to'g'riliq har xil qarashlar va ikki taraf birlashib qolgan, bir taraf uyushtirgan. Biz bu vaqt to'xtalmaymiz, faqat deymizda bu hodisalar voqealar. Chunki munosabat bo'lganligi uchun. Shu vaqtida Xrushchev hukumati 62-yilgi G'ulji cho'chak voqeasidan keyin 4-5-yilda bo'lgan. Chiqishdan burun Xrushchev hukumatining Urumchi turishliq, Urumchida G'uljida konsul bor, o'zingiz bilasiz, Sovet Ittifoqi hukumati. Mavzuning shu voqeadan keyin bu konsullarni taqiqizib, ularni chiqarib o'tgan edi. Xitoy shu vaqtida mana Sovet Ittifoqining vatanimizdagi uzilkis ta'sirini uzilkis tozalagan. Shu vaqtida hozirgi chet eldagi inqilobchilarimizning bayoni bo'yicha dadam buni qayd qilgan o'z vaqtida. Urumchi turishliq Sovet Ittifoqining konsuli Abdukerim Abbas boshchiligida 46-yilda G'uljida qurilgan Xalq inqilobiy partiyasini qayta tartibga solib, uning markaziy komitetini tashkillab, 20 kishilik markaziy komitetini tashkillab, a'zolarni tashkil topgan. 10 O'rta Osiyo jumhuriyatlarida 10 vatanimiz qo'yib qo'yib chiqatgan bular. Shu vaqtida va'da berib turganda shu Moskva hukumatiga vakolatdan shu Urumchi konsul. Yana Uyg'urlarning inqilobchilari, masalan, Cho'ng Iminov bu bular. Sizlar bizni yana satamsizlar deganda, ya buda biz Moskva hukumati satmaymiz, xotirjam bo'linglar. Biz cho'qim sizlarga mustaqillikni uzil-kesil apirimiz, yerimiz to'xtatmaymiz degan. Shunga dadam Xalq inqilobiy partiyasiga qatnashib, Xalq inqilobi partiyasi markaziy komitetini o'rlashtirishga asosan uning programmasi bilan davrdan qolib qolgan nizomnomasini dadam qayta yozib chiqqan. Shuning bilan madaniyat inqilobi boshlangan. Madaniyat inqilobi boshlanib 68-yillarga kelgan Sovet Ittifoqi rasmiy bu inqilobni qo'zg'ab qilayotganda Bejing hukumatini shu yadro qurollar bilan bombalash vaqtida Nixon hukumati davri Amerikadan Moskva hukumati shu irodasini amalga oshirish uchun bu planni qilib Amerikadan bir yo'l maslahat so'raganda Amerika hukumati biz bunun qarshi turamiz deganda u plan amalga oshmagan. Shunlar 68-yil, 70-yil bo'lgan inqilob, ya'ni mag'lub bo'lgan vatanimizdagi. Shunlar 70-yillarning 5-dan boshlab Xalq inqilobiy partiyasininki a'zolari qo'lga ilinishga boshlagan pash bo'lib. Shu qatorda dadammi 70-yili 7-oylar bo'lishi mumkin. Qo'lga ilinib 77-yilgacha turmada yetib 77-yili turmadan qo'yib berilgan. Efendim, hakikaten sizinki, dadınızınki hayatı bir şallık bir hayat, iftiharlı, fəxrinərlik bir hayat. Bayımı da öttüm, bizim televizor görüşlerimizin bekirek kızıqlıgan bazı noktaları var, bilinmeyen tarafları. Mesela dadınızın kaldığın eserleri, bulayımız halkımızın ait tutunuş. Mesela bayımı biraz oturdu, təklif öttüm. Şu dadınızınki şu kitabını tenkitleş, hareketi jaryanında mesela dadınızınki bilen birlikte işilgen bazı atalmış tarihçiler. Hatta dadınızdan okuvchi bo'lgan Uyg'ur tarixchi o'z millatimizning bo'lganlarmi, yana oldingi hisobga chiqib,
Bu Xitoy Hangüeyt tarafından başlatılgan 3 kitapni tanqidlash hareketininki başlamçıları oldu. Dadыңыз ziyaret kıldıgan. Bu dadыңız şu vakılda bir hissiyat kanda bu tuyğu kelgen bu insanlar kanda bağa bergen dadыңız. 77 yılda adam türmüdün çıkkandan keyin bu nisbi bir tinchlikning uzun barmayligini es qilgan. Shuning bilan o'zining shu tarix tadqiqot natijasida 50-yillarda boshlagan. Shuning bilan tarixiy asarni yozishga boshlab, oldindan ilmiy maqolalardan boshlagan. O'zingiz bilasiz 80-yillar Uyg'urlarningki mush ideologiya asosida nurg'un yaxshi asarlar borlik kelgan bir oltin davr 10 yil. Mushu tarix tadqiqot natijalari 30-20 yillik. Neticesinde bu 80-yıllar nurgun 40 yakın ilmi makale e'lon qilgan 85, 86 hem 89 yılı bununki Qadim Uyg'ur adabiyoti, O'llarning qisqish tarixi, yani Uyg'urlar degan kitobi oqaqida nashr qilingan. Endi shu vaqtda hozir endi abim siz deb o'tgandek buning o'quvchilari hamda bu yalğız bunun o'quvchilari emasda, shu vaqtida o'quv tamosi, bir o'quv uchun, bir mashina uchun, o'zining shaxsiy manfaati uchun Uyg'urlarningki millionlagan jasadlar ustidan dastlab chiqishni olmaydigan ishchimizdan chiqqan atalmış olimlar, tarixshunoslar deb atalgan atalmış shuna bir o'chim satqillar, bo'pmuş Uyg'urlar chiqqandan keyin o'zlarininki shu Xitoy hokimiyatiga bo'lgan sadaqati Uyg'urlar bo'lgan satqınlıq mahiyati hamda amalga shaxsiy manfaatga bo'lgan yerismanlik bilan bu 3 kitobni rasmiy doklad qilib, bu 3 kitobda qandaqdir ilmiy masala emas, faqat panturkizmlik ideya, mustaqillik ideyasi, azadlik ideyasi bu o'tirib qo'yilgan deb atalmış Abdumrayonlik partkomning tashviqot bo'limiga bevosita bo'la doklad yozgan. Shundan dadamninki bu 3 kitobni markaz qilgan holda tekshirish o'migi shu vaqt tashkillanib, Uyg'urlarningki ideologiya sohasiga bir xil hujum qilish uyg'onayotgan. Uni besish, uni vayron qilish harakati mana bu 3 kitobni nuqta qilgan holda boshlangan. Hamda dadamninki abim siz degandek bu kishilar bir yerda emas. Buning markazi Ijtimoiy fanlar akademiyasi bilan bizningki Shinjang universitetiga markazlashgan. Bu doklad qiluvchilar. Hükümet çakıcılar. Hükümet çakıcılar bu işkiye merkezleşken. Bunlar ayrım bir-biriga uchrashmaydi. Çünkü hammasının maqsadi shaxsiy manfaat. Amal. Shuning uchun bular o'xshamagan nuqtadan, o'xshamagan o'rinlardan teng harakat qilib birlik vaqt chiqqan. Chunki ularning asli mohiyati biz abiyam degandek o'zining shaxsiy manfaati uchun o bir millatni qurbon qilish olmaydigan razil mohiyat. Shunga dadam bularga bo'lgan. Oldin kelganlar bo'ldi dadamning. Kelganda men ba'zi o'rinlarda kelganda. Dadam uydan chiqarayotganlar bo'ldi, u gapni avaqib berganlar bo'ldi. Deb men necha yerda qilganda. Bularga nisbatan endi dadam hargiz iliqay bir xil. Bularning oldi qo'rqish yoki yalurish, unday hissiyatlar bo'lmadi. Chunki o'zininki yengilmas irodasi, buyuk g'oyasi uchun har vaqt o'zining barlig'ini taqdim qilish iborat mushuna ro'y bo'yicha. Bularning nisbatan pozitsiyasi keskin, aniq bo'ldi. Bu Turg'un Almaz ustozimiz hamda bir daduli süpütülen hamda ailede balalarga bo'libmi sizga qanday bir ta'sir qoldi o'qanda? Dadam oilada muloyim, hargiz balalar qo'pollik qilmaydi. Tarbiyada har qanday masalanga biz 6 bola, u 6 bolaning tarbiyalanishdan bunda ishlar bo'ladi. Shunda dadamning ochiqligiga ishlar bo'lganda dadam faqat chechilmaydi. Nayt balalarga muloyim, kuyimchan, ammo nayt qattiq talab qo'yadi. Vaqtni ching tutinglar. Hayotinglarni hargiz 1 minut bekor o'tkazmanglar. Hayot qisqa, qildigan ishlarni aytib cheksiz. Deb vaqtni ching tutishni insonda e'tiqod, axloq, bilimdan iborat mush 3 fazilatning bo'lishini aytdi, muhimligini dadam har vaqt ta'kidlab, balalarni 6 balani mush yo'lnish bo'yicha tarbiyalagan aytdi. Muloyim, talabchan, bir kuyimchan bir dada edi. Naytalik absınarlık tuyg'usi şu savolni so'rashga majbur bo'ldim sizga. Siz bu dadingiz vafot bo'lgan vaqtida siz Amerikada hijrat, Amerikada turayotgan mezgilga to'g'ri kelibdi dadingizning vafot. Bu chaq dadingizning vafot xabarini anglagandan keyin qanday bir tuyg'uga keldingiz, bir o'g'il bo'lish bilan? Qandaylik munosabatni o mening dadam.
Yani bu noktadan alganda ben bir atıballık münasebetinden, atıballık mikriden, muş münasebetten ben nayet qattiq içindim, qattiq hasretlendim, nayet qattiq yığılap kettim. Hem de yeni bir taraftan mening eng bunun ikinci tarafdan içingan yerim dadamninki ömür boyu 80 yıllık hayatida kurash qilib amalga oshirmoqchi bo'lgan g'oyasi. Yani Uygurlarning uzul-kesil azadlığı, uzul-kesil Xitoylarning mustamlikasidan qutulib, mustaqillikka erishishni iborat mush g'oyasininki, dadamninki mush hayot vaqtida bir amalga oshmaganligi meni qattiq ichindirdi. Agar men o'yladim, dadam shu kunlarni ko'rgan bo'lsa, u dunyoga qanchalik xushal ketgan bo'ladi, qancha xursand bo'lgan bo'ladi, qancha xotirjam bo'lgan bo'ladi degan mush ikkili hissiyat bo'ldi. Hurmatli Qutlug' apandim, ataytan vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga nayt ko'p rahmat aytaman. Nayt güzel bu bergan bizga ma'lumotlaringiz uchun. Albatta milliy ustozimiz Turg'un Almasninki xalqimizga bilinmagan taraflarini cho'rdigan asosda buningki albatta yana siz bilan suhbat o'tkazishga tirishimiz. Sizga stansiyamiz vakalatan ayli rahmat aytaman. Sizga ko'p rahmat muxbir apandim. Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasiga ko'p rahmat. Men yana oxirsida u dunyodagi dadamga vakolatan, ham bu dunyodagi o'zimga vakolatan, ham 30 million Uyg'ur xalqiga vakolatan bu Sharq Turkiston Uyg'ur televiziyasininki texmo yukselishini, taraqqiy qilishni bir mukammal Uyg'urlarning o'zi birdan bir qurib chiqqan, ya'ni tashkilot sifatida bir qurib chiqqan bu televiziya stansiyaninki Uyg'urlar 30 million Uyg'ur xalqi rahbarimiz Rabia xonim ham boshqa bizga esdash qilgan kuchlarniki umid qilgandek bir mukammal bir stans bo'lib chiqishini men chin ko'nglimdan ham dadamga vakolatan u dunyodagi Xudodan jon ammiga qodir Janob Allohdan tilayman. Sizga ko'p rahmat muxbir apandim. Rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, ishimizki kurashchan xalqimiz marhum inqilobchimiz Turg'un Almasning milliy irodasiga va bizga qoldirib ketgan qimmatli angushtiriga abadiyan ixlosmandlik va sodiqlik bilan ega chiqdi. Ustozimiz Turg'un Almas hayotining oxirgi chog'larida men 21 asr odimi nomli go'zal she'rni yozib qoldirgan ekan. Bu she'rning to'liq teksti tuvandikicha. 70 bahar kulib o'tdi oldimdan, zimiston qishlarni ketmas yodimdan, barda ig'nab chimanda yotdim, o'maygan sovuqda alamga botdim. Umrning daryosi oq aylanib, ba'zida supsuzlik, ba'zida laylanib, xushpuroq gulchichak qopdigan ko'klan, bulbulni sayratib keldi dam-dam. Qanchalar jannat yoz oltin kuz chig'i, quchoqlab o'tdi bizni mutaxi. Chunki men 21 asr odami Turg'un Almas. Aziz qarindoshlar, bir o't yurak shoirimiz, ustozimiz Turg'un Almasga bag'ishlab tuvanlik she'rni yozib qoldirgan ekan. Ko'p sening qalbingda armon o't yurak, yonida qalbingda gulxon o't yurak, qildi tuhmat shuhratingga bevafo, payli shayton xumsi davron o't yurak. Әдігін көңлі жаһанның қапқара, yanısan ateş bulup zulmet ara. Bir çelişmezsin sakaymas bu yara. Her hitabım elgi paraman o türek. Un ve Uygurla canımga can eder. Yansın her yerde